Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağacırız Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2024 yıl 1. ayının 13. günü Şembe. Uzundan bir sözdep kilovatkan mavzularının birisi Tayvan'da saylam. 3 partiye saylam uçuştu diyen edik vatandaş. Bugün onun neticesi ilan kılındı. Mesela Cumhuriyet Kompartiyası bar küçülen karıştırıp kilovatkan Tayvan'daki saylanlarını Leyçin'de Demokratiya Terakkiat Partisi'nin namzatı Leyçin'de. Cumhuriyet Kompartiyası karıştırıp bu katım Tayvan'daki saylan uruş bilen tenişlikle perdesini açıdığı yaki uruş bilen tenişlikle birisini tallaydı diyen idi. Bunun da közcü tutkunu eğer Tayvan'da Leyçin'de Demokratiya Terakkiat Partisi prezident bolup saylandıgan bolsa bunun manisi uruş. Eğer başkalar Gomindan ve Yakelik'e Frala Partisi'de kövince bula prezident bolup saylandıgan bolsa bunun manisi tenşik. Bana bu bir sınak deşi, tarihi sınak deşi, siyaset saylam sınak deşi, demokratiya, devlet ve başka nurgun taraflardan bir sınak deşi bulup Cumhuriyet'in aldığı koyuldu. Bugün bu saylamda Tayvan'da Demokratiya Terakkiat Partisi'nin prezident bulup saylamga tushgan yoki namzat bulup saylamga tushgan kishi Leyçin'de saylandı. 5. aydan da vazife topshirib oldi, shungacha hukumat tashkillaydi. Bunaqa aytganda bu saylamda hozir Amerika diqqat qilyotidi, Junghay diqqat qilyotidi. Nima ish, nima uchun mushunda ko'ngil bo'ladi. Anda butun dunyoning nervlarimiz jiddiylashdi, dunyoga qanday ta'sir ko'rsatdi. Bu so'zlarning hamma so'zlab keldik, bugun keldi mana g'alaba qildi. Washington g'alaba qildi deyli, Beijing mag'lub bo'ldi deyli. Mag'lubiyatning ta'mini Junghay bir tertib beqish kerak. Biz masalan mag'lub bo'lgan Uyg'urlar 80 yillar, 70 yillardan beri buni dardini tortib kelyapmiz, mag'lub bo'lishni, achchig'ini tortib kelyapmiz. Endi Tayvan masalasida hozir Junghay saylamda mag'lub bo'ldi. Avval o'zi dedi, eg'izdan chiqarib urush dedi. Mushqatimqi saylamda hatta Amerika Qo'shma Shtatlarining bir omad kishi Tayvanning sharqiga yetib kelib, saylamni nazorat qilish va saylamga madad berish degandek yoki qo'llash degandek bir ishlama qildi. Masalan, omadga Tayvanning biqinda qarab turib, saylamning tej va amillik ishchida o'tkazilishi va davomli ishini oxirgi natijaga erishishni qo'lladi vatandosh. Masalan deyli hozir vaqtida xabar qilish Tayvanda prezident saylimi Amerika Jungu diqqat qilyotdi, dunyo diqqat qilyotdi. Mavzuli xabar 1. ayning 13. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvanda Frala Partisi prezident nomzodi Kejin nutq so'zlab, qo'llag'uchilarga mag'lub bo'lganligini e'lon qildi. Tayvan Gomindan Partiyasi prezident nomzodi Hu Yu nutq so'zlab, qo'llag'uchilarga mag'lub bo'lganligini e'lon qildi. Tayvan Markaziy saylam komitetining aloqador taraflarining vaqtida bilan statistikasiga asoslanganda navbatdagi Demokratiya Taraqqiyot Partisining prezident nomzodi Leyçin'de 40% bilet ve ovoz erishdi. Gomindan prezident nomzodi Hu Yu 33 bilet ovoz erishdi. Frala Partisi prezident nomzodi Kövinci 26% bilet ovoz erishdi. 3 nafar nomzod navbatdagi prezident saylovini Mao Leyçin'de prezident nomzodi Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining Tayvanni birlik keltirishiga qattiq qarshi Gomindan Partisining prezident nomzodi Hu Yu Tayvanni Jungo bilan uzun muddat ichidagi birlik keltirishda qo'llaydi. Tayvan Frala Partisining prezident nomzodi Kevinji Tayvan Jungo bir oila kishilari deydi. Leyçin'de
g'alaba qildi. Saylam oxirlashdi. Biletga saylamga ovozga erishdi, biletga erishdi. 3 partiyaning ancha farqi yo'q. Masalan, birisi 36%, birisi 26%, birisi 40% farqi yo'q. Bu Tayvan jamiyatining inkasi bo'ladigan bo'lsa, vatandosh demak. Tayvan jamiyatida chunqur yiltiz tatgan bir narsa millatchilik yani. Cho'nqurliq Xitoy millatchiligi va bu yerdagi Xitoy millatchiligi. Millatchilik desa, davomli boshqa millatga qarshi deb tushunib qolmanglar vatandosh. Öz milletining foydasiga so'zlash, öz milletining taraqqiyotini ko'zlash, öz milletining huquq e'tiborini qadrlash va ko'zlash va shuning uchun kurash qilish buning o'zi millatchilik. O başqa bir millatni haqorat qilish badiliga uninga to'xtamaydi. Millatchilik esa aqliy narsa vatandosh, hargiz radikal narsa emas. Hargiz radikal narsa emas, aqliy narsa. Bugun shuningdek, hozir Junxo Xalq Jamhuriyatining millatchiligi mag'lub bo'ldi. Tayvan xalqi demokratiya, taraqqiyot, erkinlik va bularni qo'g'dash. Mushu yo'lda Tayvan demokratiyasini joriy qildirish va Tayvan xalqining farovonligi uchun kurash qilish. Onun için siyasette erkinlik ve demokratiyani qo'llashdan iborat mushu bir xil millatni qapindirish, millatni kuchaytirish va millatni qo'llash ro'yidir vatandosh. Hozir endi deyli, biz siz uchun aytganda hozir Tayvanda Gomindan yoki Gomin Jinpu, Gomindan hukumati Tayvanda deb kelayotgan mushundaq paytda, masalan, Junxo Mingo Tayvanda deyilgan mushundaq bir paytda uyada bo'layotgan saylamning siz bilan biz uchun qimmati nima? Mesela Tibetler için, Hong Konglar için bu saylamda kımmeti neyme? Mesela Tibet'te şunda saylam ötküzüldüğün bolsa, Uyguristan'da şunda saylam ötküzüldüğün bolsa belki bu. Sayılış diyette kımmeti bu neyse dep qaraylı. Bu mesela Tayvan'da ötküzülgen saylamdan biz için neyme kımmeti var vatandaş? Bu yerdeki bir kımmet Tayvan halkı, yoki Tayvan halkı içinde Amerika Qo'shma Shtatlari demokratiyasining ta'sirining qanchalik zo'r ekanligini. Amerika tashqi siyosiy, Tayvan bo'g'zi siyosatining Tayvanda qanchalik zo'r ta'sirga ega ekanligini va shu vajdan bu qatim Demokratiya taraqqiyot partiyasining nomzodi Lay Ching-tening g'alaba qilganligini ko'ramiz vatandosh. Agar siyosat nuqtai nazaridan gap qilsangiz hozirgacha Jungo Kompartiyasi kishilik huquq bo'yicha ayblandi, bir jinoyatini ixro qilgani yo'q. Biroq Gomindanning Uyg'urlar bilan bo'lgan, yoki Xitoyning ikkinchi partiyasi Gomindan partiyasining Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatidan qaraganda bugun Gomindan partiyasi Uyg'urga qanday muomala qildi hozirgacha? Tayvanda. O mavjud. O faqat saylam raqobati ichida mavjud. O hokimiyat beshidan qoldi. Bu qaltis gap. Saylamda bir partiyaning hokimiyat beshiga kelishi, saylamda bir partiyaning tushib qilishi bu qaltis gap. Gomindan saylam beshiga kelamidi, endi qarayli. Hozirlar ichida Demokratiya taraqqiyot partiyasi mesela erkinlik demokratiyani ta'kidlaydigan bir partiya. Atogin Tibet to'g'risida ifoda bildiralım-da. Mesela Uyg'urlarning navbat kishilik huquqi to'g'risida ifoda bildiralım-da. Vatandaşım, mesela Uyg'urlar uchun aytganda Demokratiya taraqqiyot partiyasining yangi prezidenti Lay Ching-te 1940-yillarda Uyg'uristonda boshlangan mustamlika urushi, Uyg'urlarning qarshilik ko'rsatishi bilan Xitoyning bostirishi bilan boshlangan mustamlika urushi va 44-yillarda Uyg'urlarning davlat e'lon qilganligi, mustaqillik e'lon qilganligidan iborat mushu tarixiy faktga ko'z yummay dadillik bilan ifoda bildiralım-da. Shu vaqtida Lay Ching-tening Tayvanda saylamda o'tib, Demokratiya taraqqiyot partiyasining prezidenti bo'lib yana bir qatim saylanganligini tabriklaydik vatandosh. Lekin u ifoda bildirganda qanday bildirdi gap yana bu yerda. Uyg'uriston Gomin Jinpu hukmronligidagi davlatning bir qismi demdi u Xitoy Kompartiyasiga o'xshash. Undaq demay, bular o'z taqdirini o'zi belgilash deb ifoda bildiradi. Shu vaqtda anda sizga bizga qimmati va bu narsa. Biroq hozir gap o'tirib qo'yilgan shiorlar urush. Agar Tayvanda saylamda kim saylansa urush, kim saylansa tegishli.
Hazır 3 partiyanın Tayvandaki o'rni ve ular taşlangan biletten qaraganda bu partiyalarni chetga qaqidigan ishim yo'q. Masalan, Gomindan taşlangan bilet bir yaqinroq keldi. Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining Leysingdagi taşlagan biletga yaqinlab keldi. Ko'pinchaning ham Gomindan yaqinlab keldi. Bundan qaraganda bu 3 partiyaning nomzodlarini Tayvan xalqi biroqla qaysini inkor qilib o'tib, qaysi birisi saqlab qolish arzusida emas. Hammasiga o'tir yo'l yoki mo'tadil pozitsiya tutib keldi o'tadi. Hammasiga. Saylamda shunday muomala qildi, endi bu g'alaba qildi. Buningki Tayvanning keyingi taqdiri hayotda qanday bo'ladi? Hozir motor betlarda u gaplar chiqyapti. Masalan, bu gaplar yoki parazdi, yoki qiyosdi. Hem birden degili bo'lmaydi. Masalan, Jungo tayyorlik qilib qo'ydi o'qil. Nimaga tayyorlik qilib qo'ydi? Dal mushu vaqt ya shuni ko'ringki, o'xshagan bir tarafi nima desangiz, vatandosh. Biz o'tganda Liu Jianchao dedik, yaqinda Tashqi ishlar ministrligi tayinlanishi mumkin, yoki oldimizga Shinjayda qurultayda dedik. Dalmış Tayvan'da saylan başlanadigan harp kunida, tunining 12-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Liu Jianchao bilan ko'rishdi. Washingtonda ko'rishdi. Hozir mening da'vatqinim Tashqi ishlar ministri bo'lib saylanish mumkin bo'lgan Liu Jianchao apandining Washingtondagi vaqti. Belki 12-kunida Antony Blinken davlat ishlar kotibi bilan ko'rishgan vaqti. Şu vaqtda Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi saylamni g'alaba qildi desa, bu bir komediyalik ko'rinish o'tadi. Bu bir komediyalik ko'rinish. Endi aralashsa zapat yo'q. Chunki hozir Amerika qaratgan pozitsiyasidan qaysi darajada yumshab ketganligini hani bir yerda hozir dedik-ku, g'alaba, mag'lubiyat degandan, masalan, Xi Jinping 11-ayning 14-kuni San Fransiskoda Uyg'urlar masalasida bir organning, masalan, soqchi ministrligi Adliya institutining qo'yilgan embargoni bekor qildi. Xi Jinping jo'naqa shu yerda g'alaba qildi. Bugun qarasangiz, hamda Tayvandagi saylamda mag'lub bo'ldi vatandosh. Bu ishlar anda xalqaro miqyosdagi vaziyatni aytganda Angliyaning vaziri Sunak Ukrainani tuyuqsiz ziyorat qilib, prezident Zelenskiy bilan ko'rishib, Ukrainani davomli qo'llaydiganligini, har jihatda yordam beradiganligini bildirdi vatandosh. Bu bir o'zgarish. Ikkinchisi, xalqaro sapga yana bir vaziyat. Saudiya Arabiston havo tavalligini aytibdi. Shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya ikki davlat birlashib Hüseyin qurolliqlarining Qizil dengizda parxodlar hujum qilishi, yo'lovchi va transport parxodlari va savdo karvonlariga hujum qilishdan iborat bu jarayonga Amerika armiyasi bilan Angliyaning armiyasi birlikda zarba berdi vatandosh. İşte shunday vaziyatlar shunday. Hani bugungi saylamda endi siz kutdingiz, biz kutdik deyli. Tuyuqsizda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodi Leysingda kutdi. Uning degan shuari, chunki ular yaxshi munosabatda bo'lib, men xohlasam suhbatlashaman dedi. Ikkinchisi, anadagi tinchlik va muqimlik Tayvanni qo'g'dash. Tayvanning demokratik erkinligini qo'g'dash bu mening vazifam dedi. Anda Tayvan xalqini farovonlikqa erishtirish va demokratiyadan to'liq foydalanish yoki bahr elishga yo'lga yetaklash bu mening vazifam dedi. Shunday 4-5 gapni saylamda g'alaba qilganligi yuzasidan so'zildi. Endi shunday bu saylamda bayga tushgan Gomindan partiyasi anda Fuqarolar partiyasining nomzodlarini ularning saylamda ko'rsatgan tirishchanliklarini madih dedi. Mana bu saylam vaziyati, Tayvan vaziyati vatandosh. Tayvan bo'g'izi vaziyati. Bu to'g'rida Jungoda nima inkas bo'ladi? Ana hozir ko'ngli bo'lmadi. Bir nima demadi hozir Jungo. Atagin bir inkas chiqamdi yoki torbatlar deyilayotgandek bir nima ko'rmadik. Ishqilib bu vaziyatga diqqat qilayotgan ikki davlat Washington, Beijing. Bular o'rtasida mushu masalada raqobat bor edi. Tayvandagi saylam masalasida raqobat bor edi deyilgan bo'lsa,
Washington g'alaba qildi. Jonnahay mag'lub bo'ldi.